Aziz do'stlar, bugun biz ustoz san'atkor Dadaxon Hasanovni ziyorat qilish uchun yo'lga otlandik. Va albatta quruq qo'l bilan borib bo'larmidi. Biz Sedanaychi kompaniyasi bilan birgalikda bugun Korzinkadan bozor qilib, homiylarimiz tomonidan belgilangan sovg'alarni topshirishga boramiz. Videoni kuzatib boring oxirigacha. Balki o'chgan edim yodingda, shirin hayolingni buzdim. Yaxshi yuribsizmi? Bardan Birdan ko'rmoqchi edim o'zim. Laylo, Laylo seni yoningda. Sovg'a keldi. Rahmat berganlarga. Dillavozim dilafkorim yoningga uchay Laylo. Hislarimni yo'llariga marjondek sochay Laylo. Senga yolg'iz saqlaganim qalbimni ochay Laylo. Agar ishqimni rad etsang qaylarga qochay Laylo. Degan tuzlarimizni O'zimizni oroldan ekan shu, qarang. o'zimizning tuzli. Chetdan olib keladi ko'pincha biznikilar. Ha. Oroldan olsa. Yana paydo bo'ldim yo'lingda. Yana paydo